Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga distilyator qurilmasi haqida batafsil tushuntirib bermoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, bu qurilmamiz, distilyator qurilmamiz. Bu 220 kuchlanishga ishlaydi. Qurilmamiz ikki qismdan tashkil topgan. Ya'ni tag qismida spiral joylashgan, bu ya'ni suvni qaynatib beradi. Yuqori qismida radiatori bor, bu suvni sovutib beradi. Ya'ni kondensatsiya hodisasi asosida ishlaydi. Qurilmamizni men ochib ko'rsataman. Bu yerda mana destillangan suvni tushish uchun idishimiz, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu qurilmamizning ichki tuzilishi, bu ya'ni nerjavika materialidan, maxsus materialdan foydalanilgan, ya'ni zanglamaydigan material bu. Endi qurilmamizning ichki qismi nimalardan tashkil topganligini ochib ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turibsizlar, qurilmamizning ichki tuzilishi, ya'ni pastdagi qismi 220 tarmoqdan kuchlanish keladi. Kuchlanishimiz mana bu yerda saqlagich orqali kulchatilga o'tadi. Mana kulchatilimiz. Kulchatilga o'tgandan keyin bu yerda spiral qizdiradida suvni qaynatadi. Suvni qaynatadi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda bitta savol tug'iladi sizlarga. Mana bu yerda massa degan narsa bor. Mana bu yerda 3 ta sim turibdi. Ko'rib turibsizlar, bitta massa. Hozir bu yerda biz O'zbekiston sharoitida tokka qo'shganimizda bu massa ishlaydimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Shuni kommentariyaga o'zingiz yozib ketasizlar. Mana yuqori tomonda ko'rib turibsizlar, alyumindan yasalgan trubamiz. Ya'ni bunga bug' truba orqali o'tganda ventilyator orqali sovutiladi. Mana ko'rib turibsizlar, qovurg'ali radiator. Ya'ni bu yerda ventilyatorimiz sovutish uchun qo'yilgan. Video davomida bu tefal nimaga turibdi degan savol tug'ilgan bo'lsa kerak. Sizlarga savol: uy sharoitida bu tefal orqali destillangan suv olishimiz mumkinmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirib keting.